Umid opa, keyin kecha ertalabga cho'r digi o'ynadilarmi? Juda uzoq davom etdi. Kechgacha. Qancha davom etdi? Endi o'tiradi. Endi Davud ora-orada bo'shalib netdimi axir? Davud ertalabgacha sikmagandi. Endi unaqa narsa aytolmayman. 5 minut, 5 minut, 10 minut deganday berikkur bo'ldi. He, bo'lmaydi u. Nimaga? Suv ichasan-ku orasida. Suv ichasan. Bo'lsin, zo'r bo'lsin. Ali, umris 2 minut, 1 minut bo'lgandan bir res sakonni bo'lsa, rakim qo'yib olsa, ustiga chiqib olsangiz, bir 20 minut bo'lsa-da, zo'r bo'lsa, shu bilan holingizdan kuchingiz quvvatingiz ketib, taningiz yayrab, maza bo'lganingizdan keyin bitta cho'milib chiqib uxlasangiz bo'ladi. Nasılmı dışarı? Bir res bir soat. Davud kimga yoqadi? Umid opa. Nega yoqadi? Nega yoqadi? Shopil kirib chiqib, shopil kirib chiqib nima foyda? Akmal aka, to'g'rimi? Yaxshi-ku, Ha, bo'lmaydi. Ha, mayli bitta bo'lsin, bir res bo'lsin, zo'r bo'lsin. Mayli birinchi resini kechirsangiz bo'ladi, yengilroq o'tib ketadi. Ikkinchisi zo'r bo'lsin. Endi Davud o'ta ko'pda. Yo, sen bir o'tirib yotib ko'r, anakin Umid opa kayf yoqda ekan deysan. Men yangi yerga tekkanda ham Davud yotmaganman. Yangi yerga teganda yotolmaysan-da, qiz bola bo'lgandan keyin. Davud. Sizlar maza qilib bo'ladimi debdi. Aka, biz sizga maza qila olmasangiz, biz sizga maza qilamiz. O'zimiz sizni sikib qo'yamiz aka. Hamma kayf bizda-da, Siz agar sikib qo'yasiz, bunaqasi hayotda bo'lmagan ekan deb o'zingiz bor, men ko'rgan amlar ambas ekan. Mana men aytdim ekan deysiz aka. oldin birinchi bunday qilib tavof qilasiz, keyin ikkinchi marta borganda, dedi ko'zingizga surtasiz. Og'riyapti.